globallashuv jarayonida dunyoda eng qimmat kompaniyalarning aksariyati bir vaqtlar oddiy startap bo'lganda Nigora. Masalan, hozir sun'iy intellekt va IT bozori hajmi 15 trillion dollardan oshib prognoz qilinyapti. Eng qizig'i, bu bozorda yoshlarning ulushi ham tobora ortib bormoqda. Haqiqatdan ham Suhrob aka. Hozir telefon yoki notebook bilan katta loyihalar boshlash mumkin. Avvallari esa biznes uchun katta zavod yoki pul kerak bo'lgan. Hozir bilim va internet bo'lsa bas, imkoniyatlar keng. Xuddi shunday va mana shu imkoniyatlardan unumli tarzda foydalanish kerak. Bugungi kunda yaxshi g'oya eng katta kapital hisoblanadi. Masalan, Janubiy Koreya va Singapurda yoshlar yaratgan startaplar iqtisodiyotning eng tez o'sayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yangi O'zbekistonda ham mana shunday jarayonlar davom etmoqda. Ayniqsa, yoshlar bu borada faollikni qo'lga olayotganligi har birimizni xursand qiladi. Albatta, ayniqsa hududlardagi yoshlar IT, robototexnika, grafik dizayn yo'nalishlarini o'rganib, o'z loyihalarini yaratishga urinayotgani juda ham quvonarli. Eng muhimi, ular faqatgina hozir Nigora nazariya bilan cheklanib qolmayapti-da. Shu muhim jihati. Kimdir aqlli chiqindi boshqaruvi ustida ishlayapti, yana kimdir barcha qurilish xizmatlarini birlashtirgan milliy ilova yaratmoqda. Balki ertaga ana shu g'oyalar millionlab odamlar foydalanadigan platformalarga ham aylanar. Xuddi shunday. Albatta, bugungi yosh startapchilar ertangi iqtisodiyot drayverlari hisoblanadi. Hozir esa Xorazmning Qo'shko'pir tumanidagi tashabbuskor yoshlar haqida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz va birgalikda barchamiz shuni tomosha qilamiz. Marhamat. Biz ayni paytda Qo'shko'pir tumanidagi IT markazdamiz. Bu yerda guvoh bo'lishingiz mumkin, yoshlarni ta'lim olishlari uchun barcha imkoniyat va sharoitlar muhayyo. Hattoki bu yerda robototexnikaga qiziquvchi yoshlarning ham intilishlari inobatga olingan. E'tiborli tomoni, bu yerda 200 nafardan ortiq yoshlar ta'lim olishlari mumkin va bugungi kunda Al-Xorazmiy vorislar loyihasi doirasida 132 nafar yoshlar ta'lim olishadi va ularning startap g'oyalari bilan tanishamiz. Bugun yoshlar nafaqat bilim olish, balki o'z g'oyasini amaliyotga tatbiq etish orqali tadbirkorlikka dadil qadam tashlamoqda. Ayniqsa IT va innovatsion markazlarda ta'lim olayotgan tashabbuskor yigit-qizlar startap loyihalari bilan kelajak iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shishni maqsad qilishgan. Aqlli chiqindi boshqaruv va katta zima loyihasi fikrimizga yaqqol misol. Startup loyihamizning asosiy maqsadi hozirgi kunda ekologiya muammosi juda ham ommaviy muammolardan bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda bir yilda 1.300.000 tonnadan ortiq chiqindi ishlab chiqarilar ekan. Uni faqat 4 yoki 3% qayta ishlanar ekan. Agar bu loyihamiz ishga tushsa, uni 40-50% gacha oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu loyihamiz qanday ishlaydi? Masalan, siz foydalanuvchisiz, Koreyada chiqindini tartiblab qo'yiladi, qog'oz alohida, shisha alohida qo'yiladi. Bo'lmasa chiqindi poligoni olib ketmaydi uni. Qolib ketadi. Shuning uchun aholining chiqindiga bo'lgan muomala madaniyatini o'zgartirib, chiqindini saralab topshirgan fuqarolarga coin orqali mukofotlar, pul mukofotlari berish mumkin. Sizda masalan 1 kilogramm qog'oz bor. Har bir tumanda joylashgan punkti bo'ladi. Shunga topshiriladi qog'oz. Topshirilgan zahoti ilovada sizning balansingizga coin o'tadi, kilogramm hisoblanadi. Kuryerda topshirgan zahoti sizga naqd pul tushiriladi va coin ham hisoblanadi sizga. Keyin bir-biri bilan shartnoma asosida ishlaydi. Masalan, siz tartiblangan plastik topshirdingizmi? Berilgan plastikingiz 100% qayta ishlab chiqariladi. Keyin ikkilamchi mahsulot bo'lib keladi, uni sotishimiz mumkin. Ilovani o'zida market bo'limida bo'ladi, u sotish bo'limi. Yig'ilgan qo'ylarni masalan mahsulotga almashtirishimiz mumkin yoki boshqa o'simlikka, keyinchalik ekologik o'simlik masalan yoki uy hayvoniga almashtirishimiz mumkin. Do'stlaringiz taklif qilish orqali ham qo'yin ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali uni ilovani yanada ommalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Keyin qayta ishlashni yanada takomillashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda oddiy g'oyalar katta imkoniyatga aylanadi. Kimdir mobil ilova yaratyapti, kimdir onlayn xizmat platformasi ustida ishlayapti. Eng muhimi, yoshlar o'z bilimi va iqtidorini real loyihalar orqali sinab ko'rmoqda. Ana shunday loyihalarning navbatdagisi barcha turdagi qurilish xizmatlarini o'z ichiga olgan milliy qurilish ilovasidir.
O'ziga kerakli bo'lgan ustani, qurilish mashinalari, qurilish materiallarini topishingiz mumkin. Unda foydalansangiz ko'p vaqtingiz tejak qolasiz. Agarda o'zingiz oddiy topchak bo'lsangiz, materiallar topishingiz kerak bo'lsa, do'konma-do'kon yurishingiz, bozorma-bozor yurishingiz kerak bo'ladi. Hamdasa sifatlisini topolmasligingiz mumkin. Qurilish mashinalari bo'lsa, o'zingizga kerakli bo'lgan, yaqin bo'lgan mashinani topsangiz bo'ladi. Loyihangiz va qurilish etjaksiz, kerakli hech topolmaysiz. Uni bilan solishtirishingiz kerak. Bu do'kon bilan materiallarni topsak bo'lsangiz, ustida ishlab, tezroq ishga tushiramiz. IT markazida tahsil olayotgan yoshlar dasturlash, grafik dizayn, SMM va robototexnika kabi yo'nalishlarda bilim olib, jamoaviy startaplar ustida ish olib bormoqda. Ular orasida mahalliy muammolarga yechim taklif qilayotgan innovatsion loyihalar ham bor. Servis hub orqali barcha xizmatlar bir nuqtada jamlanadi. O'zbekistondagi barcha bizneslarga navbatga yozilsangiz bo'ladi. Biznes vakillari bu dastur ichiga kiritilgan bo'lsa, bemalol siz u biznesmenning ishidan foydalansangiz bo'ladi. Navbatni onlayn ravishda olasiz va o'z vaqtingizni tejab qolasiz. Sinov jarayonida hali to'liq bitmagan Al-Xorazmiy Vorislar loyihasi bizga katta yordam berdi. Kelajakda biz foydali loyihalarimiz bilan bu bilimlarni oqlaymiz. Yosh startapchilar uchun bu kabi markazlar nafaqat bilim maskani, balki imkoniyatlar eshigiga aylanmoqda. Mutaxassislardan mentorlik olish, investorlar bilan uchrashish va loyihalarni taqdim etish imkoni ularning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda. Bugun yoshlarning orzu-intilishlarini rahbarlar ham qo'llab-quvvatlashga tayyor. Buning natijasida allaqachon o'z daromadiga ega bo'layotgan yoshlar ham shakllanishga ulgurdi. iPhone hozir sotilgan $1000 bu ilova afzalligi ruchkada yozib o'tirmaydilar. Turib ilovaga turib, telefonni xarakteristikasini tanishishlari mumkin. O'zi saytga skanerlaydi, telefonni skanerlab xarakteristikalarni kirgizib o'zlari sotib olishlari mumkin. IT sohasiga davom olib kelganlar hozirda 6 oydan beri o'qiyapman. Hozirda natija telefon tizim yaratib berganman. $1000 ga sotganman uni ham. Hozirda daromadim oylik $1000. Kechagi orzu bugun startapga, bugungi startap esa ertangi yirik biznesga aylanishi mumkin. Eng muhimi, yoshlar o'z g'oyasiga ishonmoqda va yangi O'zbekistonning innovatsion kelajagini yaratmoqda.